Assalomu alaykum. Bugun sizlarga muhim bir yangilik haqida gapirmoqchiman. Firibgarlar odamlarni aldab, nomiga onlayn kredit olmoqdalar. Siz ham nomingizga kredit olmasliklari uchun buni diqqat bilan eshiting va yaqinlaringizga yuboring. Endi har bir fuqaro o'z nomiga kredit ajratilishini o'zi taqiqlashi mumkin. Xizmat mutlaqo bepul. Undan foydalanish uchun birinchi navbatda portal.infokredit.uz saytiga kirasiz. Saytga OneID tizimidagi login va parollaringiz bilan ro'yxatdan o'tasiz. Ikkinchi, ekranning chap yuqori burchagidagi 3 nuqta tugmasini bosasiz. Ushbu menyudagi kreditga taqiq bo'limini tanlab, xizmatni faollashtirasiz. Agar keyinchalik kredit olish zarurati paydo bo'lsa, xuddi shunday amallarni yana bajarib, taqiqni o'chirasiz. Muhim eslatma: OneID login va parollaringizni hech kimga bermang. Ularni sir saqlang. Aks holda firibgarlar sizning nomingizdan tizimga kirib, taqiqni o'chirib qo'yishi va sizdan yashirincha kredit olishlari ham mumkin. Bu xizmat o'zingizni himoya qilish uchun berilgan imkoniyat. Undan foydalangan holatda xavfsizligingizni ta'minlang. Tavsiyalarimizga amal qiling. Nomingizga kredit olishlarga yo'l qo'yib bermang.